qalam, siyoh va ixlos egasi ustoz Xattot, O'zbekiston Badiiy akademiyasi hamda Misr Oliy ta'lim vazirligining oltin medali sohibi Badalboyev Salimjon Sobirjonovich Zamin yulduzlari milliy mukofoti bilan taqdirlanadi. Assalomu alaykum, muborak bo'lsin. Biz Salimjon akamizni ozgina tasnif berib o'tsak, 2 yildan ortiqroq vaqt mobaynida Qur'on mushafini qo'lda zargaronalik bilan, yuqori ilm saviyasi bilan bitgan inson hisoblanadilar. Olqishlab qo'yamiz. Mukofot muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Hurmatli mehmonlar, xattotlik san'ati qadimdan ma'lum va mashhur nafis san'at turi hisoblanadi. O'rta asrlarda bizda diyorimizda Mavaroun Nahr diyorida xattotlik maktablari yaratilgan. Keyinchalik 1-2 Renessans davrida qanchalik rivojlangan bo'lsa, maktablari yaratilgan bo'lsa, keyinchalik xonliklar davrida urush, to'polon hammasi qolib ketdi. Va nihoyat mustaqilligimizdan keyin ana o'sha maktablarni qaytadan tiklashga bel bog'laganmiz. Xudo xolasa bizda yoshlarimizdan zo'r xattotlar yetishib chiqadi. Bu xattotlik san'ati nafis san'at turiga kiradi. Ota bobolarimiz buni e'zozlashgan. Chunki bu arab xati Qur'on xati bo'lib, mo'tabar muqaddas xat hisoblanadi. Shuning uchun ham hammani olimlarimizning, ota bobolarimizning nazariga tushgan. Biz shuni hozir baholi qudrat yoshlarga o'rgatish arafasidamiz. Muhtaram otaxonlar, onaxonlar, bu otamiz 83 yoshda mana Qur'onni 2 yil davomida nusxa ko'chirib, kitob shakliga olib keldilar. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Bugun Zamin yulduzlari mukofotini sizga topshirishi bizga bir sharaf ekan, lekin haqiqiy mukofotni Alloh berib o'tdi. Bu mukofot Allohning kalomi Qur'onni yozish hammaga emas, nusxa ko'chirish hammaga emas. Qaysi bir bandani qalbiga Alloh Qur'onni jo qiladigan bo'lsa yoki Qur'ondan nusxa ko'chirish shu bandaga nasib etsa, oldin uni qalbini tozalar ekan. Qalbini tozalagandan keyin Qur'on uni qalbiga jo bo'ladi. 3 xil ko'z bor, do'zaxni o'tiga harom deganlar. Shu ko'zlardan bittasi Allohning hasratida yig'lagan ko'z. Xudoning hasratida yig'lar ekan. Ikkinchisi ko'zini nuri Qur'onga to'kilgan ko'z. Uchinchisi yurtini himoyasida bedor bo'lgan ko'z. Sizni ko'zlaringiz nuri Qur'onga to'kilgan ekan. Qur'onga ulfat bo'lgan qalbingizni, Qur'onga to'kilgan ko'zlaringizni nurini, Qur'onga sayqal bergan qo'llaringizni do'zaxni o'ziga Alloh harom qilsin. Ot bosmagan joylarni toylar bossin. Sizga o'xshagan olimlar yana yurtimizda ko'paysin. Yurtimiz tinch ekan, yurtimiz omon ekan. Mana shu tinchlikning sharofati bilan bugun jam bo'ldik. Lekin boshimizga shunday kunlar keldi. Masjidlarda azon etildi, jamoat bo'lmagan kunlar bo'ldi. Bu konsert zallari o'rnida turdi, konsertlar to'xtagan kunlar bo'ldi. To'ylarning o'rniga ketma-ket janozalar o'qigan kunlar bo'ldi. Bu davrada o'tirish baxt ekan, lekin uni baxtini biz bilmagan ekanmiz. Shunday paytlar bo'ldi, qo'l berib ko'rishish amr mahol bo'lgan kunlar bo'ldi. Mana yaqinda Samarqandda dunyo miqyosida rahbarlarimizning katta anjumani bo'ldi.
Toshkentda kino anjuman bo'lib turibdi. Bugun mana zamin yulduzlarini taqdirlash anjumani bo'lib turibdi. Buni orqasida tinchlik turibdi. Yurtimiz tinch bo'lsin. Sizga o'xshagan xattotlarimizning maktabi yana bundan ham ziyoda bo'lsin. Ko'p shogirdlarning vaqtiga duogo'y bo'lib yurishi Alloh nasib etsin. Rahmat. Obijon aka, katta rahmat, minnatdorlik bildiramiz. Madalboyev Salimjon Sobirjonovich davramiz va davramizning muhtaram insoni. Yana bir bor olqishlab qo'yamiz.